O'zbekistonda haydovchilik huquqidan mahrum etilgan bo'lsa-da, mashina boshqarishda davom etayotgan shaxslar kameralar orqali aniqlanib, javobgarlikka tortilmoqda. Yo'l harakati xavfsizligi xizmati xabariga ko'ra, hozirgacha respublika bo'ylab 192 ta holatda haydovchilik huquqidan mahrum qilinganlar va ushbu huquqqa ega bo'lmagan shaxslarning transport vositasini boshqargani aniqlangan. Bunday holatlarning eng ko'p Xorazm viloyatida 60 ta hamda Toshkent shahrida 40 ta qayd etilgan. Shundan 32 ta holatda haydovchilarga bazaviy hisoblash miqdorining 50 baravari 20 million 600 ming so'm miqdorida jarima solingan. 31 ta holatda esa bazaviy hisoblash miqdorining 5 baravar 2 million 60 ming so'm miqdorida jarima qo'llangan. Avvalroq YHX axborot xizmati rahbari Zoir Yo'ldoshev mamlakatdagi avtomobil yo'llarida shaxsning yuzini aniqlash funksiyasiga ega kameralar hamda foto va video qayd etish qurilmalari o'rnatilgani, ular joriy yilning 23 fevraldan 3 mart kungacha test rejimida ishlangani haqida ma'lum qilgandi. Kun.uz